Ha? Agar issiq payti o'rishga yaqinlashganda bir haftadan suvni kamaytirsa, ozgina somon qo'shsa namligini to'g'rilab oladi. Bu kratalariya deymiz. Kratalariya yerni anaqasi, sanitari deymizmi? Yer tozalovchisi. Bu yerdagi nematodani ham o'ldirishga yordam berar ekan. Yerga azot beradi. Ayniqsa sho'r joylarda. Sho'rda hozir shunaqa sinovlar bo'lyapti. Balki sho'rni ham qisqartiradigan degan anaqalar bor, frazalar bor. Qoraqalpoqqa ekib keldik, o'syapti bu yoqda. Yaxshi o'zini his qilyapti. Bu ham mana hammasi katta no'xat. Bu tomonni ham ko'rishlari mumkin, bu tomonni ham. Har xil navlari. Akizga ma'lumot uchun davlatning o'zi ham menimcha ozgina hozir nazoratga olgan ilmiy tadqiqot instituti bor-ku, genetik resurslar degan eski bir deymiz. Zafa. Ular Rossiyadan 5 ta sortini olib kelgan buni. Agar biz mana shunaqa Xitoyda paxtasini yetishtirishni davom ettiradigan bo'lsak deyapti. Tutqich ekin deb ishlatiladi o'zbekchada, inglizchada trap crop deydi. Shu dalani atrofiga ekiladi deyapti. Xo'rak maydon. Xo'rak. Atrofiga ekiladi, faqat shu paxtaning gullashiga buni gullashini mo'ljallab ekiladi deydi. Bu keyin ko'proq zarar kunanda boshqa hasharot o'ziga jalb qiladi-da, paxtani atrofiga ko'p ekiladi deydi. Keyinchalik kengaytirilishi mumkin. Shunaqa. Bu yerda ham 5 ta bor, lekin ular qayerda sinayapti, qanaqa sinayapti, zaten ularni gapirmadi, faqat Rossiyadan 5 tani olib kelib bugundan qo'yib qo'ydi. Bizlarda Saidahmedga nechta bor hozir berdi dalada? 7 ta sorti bor. 7 xil bor. Bundan tashqari yana 2 ta o'zimizning tanlab olganimiz. Mana ko'ryapsizlar, mana Italiya qo'nog'i deymiz. Doni qanday bo'ladi ekan? Doni kichkina tariqda bu. Italiya tariqi deydi. Chorvaga bo'ladi. Chorvaga bilmadim, lekin qushlariku. Buni maydalasa bo'ladi, faqat maydalaydigan narsa kerak. Po'sti bor-da buni, o'zimiz oddiy tariqqa o'xshaydi. Lekin poyasini chorvaga ishlasa bo'ladi, ko'rishlaring mumkin. Poyasi yaxshi, yumshoq poya. Qashqarbeda deymiz. Masalangiz kerak, Qashqarbeda qurg'oqchilikka ham, shu anaqaga ham, sho'rga ham chidamli narsa. Bitta muammosi bor. Agar o'tkazib bo'lsangiz yog'ochlanib qoladi. Yoshroq paytda o'rish kerak. Shu bahorda ekkaningiz shumi? Bahorda ekkanman. Bahorda ekkan. Ular hammasi bahorda ekilib, 10 bilan 15 aprel kunlari boshlab, 10-martda aprelda boshlaganman, 13-14da tomoq qilganmiz. Gullash qanaqa bo'ladi gullashi? Gullashi bu 2 yillik. Asosan 2-yil gullaydi. Agar stress holatda bo'lsa, 1-yil ham gullashi mumkin. Stress holati qachon? Nimadandir qaytargansiz, quyosh issiq bo'lgan yoki suvdan qolgan, shunda stress holatiga tushadi-da, gullashi mumkin. Signalda ha? Bedani qanday o'rsangiz shunday o'rasiz. Undan ham ko'p o'rish mumkin. Bu tez o'sadi. Ildiz ham juda baquvvat bo'ladi. Suvga chidamli ekan, zo'r ekan. Yaxshi narsa ko'p massa beradi. Salbiy tarafi bor ekan. Shunaqa. Buni sortlari bor. Ko'ryapsizlar, buni bargi sal sathi kichkinaroq. Sathi katta bo'lishi nima qilish kerak? Suvni ko'proq qo'yish kerak. Dori solish kerak. Bu dukkakli ekinga azot buncha shart emas, lekin ammofoz yaxshi ta'sir beradi. Dukkakli bilasizlar, hammasi azot to'playdigan bakteriya hosil bo'lgandan keyin unga berish shart emas. Chunki azot to'playdigan bakteriyalar anaqa no'noq bo'lib, dangasa bo'lib qolar ekan, ishlamay qo'yar ekan. Mana shuni qishda eksa bo'ladi. Buni bug'doy bilan, arpa bilan aralashtirib sinash qilsa bo'ladi. Yaxshi tomoni, hozir bunda donlarni ko'rmadim, issiqda bu qishki. Buni dukkaki bor. Dukkaki chorvaga oziqa bo'ladi, protein oshiradi. Aralashtirib eksa bo'ladi. Ko'ryapsizlar, mo'ylovi bor. Chirmashib oladi, tikka birga o'sadi. Faqat bug'doyda normasini ozgina kamaytirish kerak bo'ladi. Juda ham qalin ekmash kerak. 50 tonnagacha olsa bo'ladi, bug'doy yoki tritikariya bilan qo'shib. 2 tonnagacha olingan bu massa. Tritikariya bilan mana shu qishki no'xat qo'shib ekilganda 52 tonnagacha olingan. Biz buni nima uchun ekdik? Yozda bo'ladimi, bo'lmaydimi? Har tomonini sinab ko'ryapmiz. Chetdan kelgan birinchi urug'. Mana yozda ham eksa bo'lar ekan, mana o'syapti-da. Faqat donini endi ko'ramiz. Qani, endi 1-2 yildan beri ancha populyarni bo'lib qoldi, ancha eshitilyapti, odamlar tinglayapti. Komet degan narsa olinar ekan bundan. Bundan tashqari neftni qayta ishlashda ishlatadi deyapti. Ko'ryapsizlar, bu yerda 2 xili bor. Birinchisi shoxlangan, ikkinchisi to'g'ri o'sadigan. Biz o'tgan yil ekuvdik, aralash chiqdi-da, orasidan terib oldik. Shoxlanmagani yaxshiroq o'sar ekan. Hozir aylanib o'tganda ko'ramiz. Bu shoxlangani qarang mana. Yoniga shoxlab ketganda. Yon shoxlarda ham o'sha dukkaklari bor. Mendan so'ramabsiz-da, menda zo'ri bor-edi bu. Bordim. Qo'shib ekardi, ko'rishga yaxshi-da. Zo'ri bor. Boyaga tariq ikkinchi sort, u yoqda birinchi sort bor, bu ikkinchi sort. Ko'rishlarning farqini. Bo'yi uzunroq ekan. Ha, bu bo'yi uzunroq, buni sal ingichkaroq.
ikkalasini pishishi почти bir xil vaqtga to'g'ri keladi. Tef degan o't. Biz Germaniyaga borganda ko'rdik. Ular biz borganda iyun oyida bo'lsa 3 marta o'rib oldik. Endi ularda sharoit yaxshiroq, yomg'ir ko'proq, namlik yuqoriroq. Lekin bizda qurg'oqchilik, havo issiq. Lekin biz sharoitda ham yaxshi o'sadi. Faqat suv ko'p berish kerak. Bu yer bir marta o'rib qo'yganmiz ko'rish uchun. Aynan zo'r narsa. Faqat bunga suv ko'p kerak, e'tibor kerak-da. Ko'proq e'tibor. Ham shuni bir turi bormi? Necha marta o'rsa bo'ladi? Bizda bir 4-5 marta o'rsa bo'ladi. Bemalol faqat suv kerak, dori kerak, uxut qarash kerak. Kerakli suv problem. Buni ko'ryapsizlar, mana yana kaptar no'xat. Boya aytdim, 7 ta sorti bo'lgan bo'lsa, bunisi ko'ryapsizlar bir xil, bunisi kechkisi. Endi gullashni boshladi. Buni yana bitta narsasi bor ekan. Chet elda bundan pichan qilar ekan bedan o'rniga. Yoshroq paytda o'rib olar ekanda, yana o'sib chiqadi, yana o'rib olib pichan qilar ekan. Dukkakli ekan bu ham. Kratalariya boy ko'rdik. Bu yerda erta pishari bor, xalqlar aralashmasi bor, sortlar aralashmasi. Bu yerda sorgo yana. Bunisi yangi, bunisi zumbra. Go'shtlar o'zlaringiz solishtirishingiz mumkin. Mana qaranglar, shunday yeb tashlagan, bu erta pishar ekan. Eng birinchi boshoqlagan shu edi. Umuman qoldirmadi. Oya donli silis dedi-yu. Mana shu donli silis sanadi. O'sha don silis uchun ekiladi. Buni doni pishiqdan sal o'tgandan keyin o'rib olish kerak. Bo'lmasa qotib qoladi-da, maydalanmay qoladi. Undan tashqari kombayndagi kreker deydi-yu, yana maydalaydigan. Shunisi bo'lish kerak buni o'rayotganda. Bo'lmasa donlar butun qolib ketadi-da, tranzit bo'lib tushib ketadi. Ikkita sorti bor mana. Bitta sort ekan, bittasi zilzoy, mikarizatsiya, bittasi mikarizatsiya ekan. Molga yaxshi ekan. Shunaqa, silissa yaxshi bo'ladi. Bu lab lobiya deydi o'zimizda. Sumbul lobiya ham deydi ekan. Bozorda ko'rdim, bizda ham o'sar ekan. Bizda ham bor ekan, urug'i bor ekan. Biz uni Amerikadan olib keltirdik, ko'rishga ekdik. Juda ham tez o'sadi agar suv bo'lsa. Bu ham lablar bitta sorti, bu siratroq. Siyoh rang butaloviya deydi. Bu juda ham chet elda yerlarni qoplab qolish uchun, ko'k massa uchun ko'p ekilar ekan. Bizda ham ko'ryapsizlar. Shunday qoplaydi bu. Hamma joy juda ham tez o'sadi. Boshida sekin o'sib turadi, hamma joyda qoplaydi. Chorvaga oziqa qilib bersa ham bo'ladi. Ko'ryapsizlar, juda ham anaqasi yaxshi. Qoyasi ham qalin emas, mayilda. Mana bu yerda Afrikadan kelgan ikkita o't bor. Bittasi Yunkao, bittasi Pakchon dedi. Bular o'zini davlatida ko'p yillik. Lekin biz bultir birinchi marta ekib ko'rdik. Bizda qishda sovuqrar ekan. Shuning uchun men nima qildim? Oldimda poyasini o'ra qazib, o'raga shunday tashladimda, ustini savzi ko'mamiz, shunga o'xshab ko'mib qo'ydi poyasini. Bu yilga saqlash uchun. Oldimda olib uyda ko'chat qilib olib kelib, bu yoqqa ekdik. Bu chorva uchun agar uyga borsa ko'rasizlar, chorva uchun juda ham yaxshi ekan. Uyda 1 metr qilib o'rib olyapman. Hozir 3-marta o'ryapman. Qalamcha qilib ekilar ekan, qalamcha qilib. O'sadi, o'rasi yana shoxlab ketaveradi. Bitta shoxida o'tgan yilda tortib ko'rdim, 45 kilogacha chiqdi-da. Bitta tupi. 45 kilogacha ko'k massa. Ko'k massa qilib o'rib olib tortib qo'ydim, 45 kilo chiqdi. Shuning uchun bunday o'ylab qarasa, uyga agar chorvasi bo'lsa, bir 2-3 qator ekib qo'ysa, o'rib bir chetdan berib ketaversa bo'ladi. Bu mahalliy bilan Qirg'izistonniki, mana mahalliy sortimiz o'zimiz, sorgonik. Jo'xorin. Egilgan, kech pishar lekin. Buni muammosi o'rib olish. Kombaynda o'rish qiyin masala. Shuning uchun qo'lda o'riladi-da bu. Bu Qirg'izistondagi.